Assalomu alaykum. Bugun shifokor va bemor o'rtasidagi muloqot haqida gapirmoqchiman. Bizning nazarimizda so'nggi yillarda juda ham ko'p yaxshi shifokorlarimiz, yaxshi davolaydigan usullarimiz paydo bo'ldi, yaxshi jarrohlarimiz paydo bo'ldi, lekin bemor va shifokor o'rtasida ishonch degan narsa sal kamaydi. Sababi bugun juda ham ko'p yosh shifokorlar ko'payib ketdi. Va shifokor bo'lmagan kosmetologlar, har xil mutaxassislar yuzda har xil muolajalar o'tkaza boshladi. Natijada bular o'tkazgan muolajalar asorati tufayli bemorlarning ishonchi so'nib qoldi. Shuning uchun men bemorlarga aytmoqchimanki, birorta shifokorga bormoqchi bo'lsangiz, u shifokorga ishonch hosil qilishingiz uchun dast avval u shifokor haqida va u shifokorning bajargan amaliyotlari haqida, olgan natijalari haqida ma'lumot olib, undan keyin murojaat qilsangiz, menimcha davolash usullari samarasi ko'proq bo'ladi. Juda ham ko'p bemorlar keladi, kosmetologga yoki nomutaxassislikka murojaat qilib, asorat bo'lgandan keyin keladi. Bu albatta shifokorlar o'rtasida ishonchni yo'qotadi. Shuning uchun ishonch bo'lishi shunaqa qilish kerak. Endi bemorga ishonch bo'lish, misol uchun bir xil bemor keladida, bir talab qo'yib, operatsiyadan keyin yoki davolashdan keyin men unaqa demadim, bunaqa dedim. Shuning uchun bemorlar shifokorga murojaat qilishdan oldin birinchisi shifokor haqida to'liq ma'lumot bilishingiz kerak. Ikkinchisi, o'zingiz operatsiyaga murojaat qilganda qanday natijaga erishishingiz kerakligi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Shunda shifokor bilan bemor o'rtasidagi bir-biriga ishonch oshadi. Ishonch oshdi degani bu natija yaxshi bo'ldi degani. Ibn Sino ta'biri bilan aytganda, falsafiy nuqtai nazardan shifokor, bemor va kasallik, agar bemor shifokor tomonga o'tsa, ikkalasi kasallikka qarshi kurashadi. Ikkala o'zaro ishonch bo'lsa. Agarda bemor ishonchi kam bo'lib kasallik tomonga o'tib olsa, shifokor bir o'zi ikkalasiga qarshi kurashga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun shifokor va bemor o'rtasidagi ishonch yo'qolmasin.